Bir kun qo'shnim bilan gaplashib olib, bitta narsani bildimki, mendan отписка bo'ptilar. Nimaga unaqa qildingiz deb hayron qoldim. Xafa bo'lmadim, to'g'ri so'radim. Komilaxon, sizni videolaringizda motivatsiya olib bir kun bozorlarga borib, uyimga kerakli organizatsiya, keyin uylarni yig'ishtirgan har xillatda bir nimalar olib keldim. Sizga o'xshab, sizni ko'rsam doim aktiv bo'lib, energiyam to'lardi. Arqa fonda zvukka e'tibor bermaymiz. Nima deb o'ylaysizlar? Raspakovka qilganimda hamma jim o'tiradi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. Ballarim sintezator olib chiqib, kolonkalarni ham baland qilib bir nimalar qilishdi, lekin real hayot shunaqangi. Davom etamiz. Keyin men charchab qoldim, Komilaxon. Bir hafta 10 kunga yetdim. Keyin ulgurmasdan jahlim chiqishni boshladi. Sizni ko'rsam achchig'im chiqishni boshladi. Istoriyalaringizda doim aktivsiz, bir nimalar qilasiz, uyingizni tozalaysiz. Menga bo'lmadi, keyin отписка qilib yubordim deyishdi. Undan keyin gaplashib ancha kulishdik. Ular bilan ham gaplashdim. Sizlarga ham bir aytmoqchiman. Bularni o'zlaringdan bilsalaring kerak. Ayollar o'zi har xil turga bo'linadi. Kimdir juda pozitiv, aktiv, lekin uyda uncha qunti bo'lmaydigan ayollar bor. Kimdir o'qituvchilik qilishni yaxshi ko'radi, o'qitishni, odamlarga bilim berishni yaxshi ko'radi. Kimdir uyda o'tirib, uyiga qarab, uyim joyim deydigan ayollarda. Xullas, bu gullarimni yaltirashni ko'rdilaringmi? Kecha ertalab ancha mehr berdim bu gullarga. Dush qildim, keyin orqasidan hamma suvlarni yig'ib terib oldim. Keyin kech paytga xo'jayinim kelib gullarni ustiga bir nima sepishdi. Hozir sizlarga poslesini ko'rsataman. Juda dahshat bo'lgan. Shunaqangi yaltirab qolgan gullar. Nima ishlatganlarini ham videoni oxirida ko'rsataman. Mana shunaqa qilib to'g'irlab qo'yganman. Kunduzi kechqurun narsa sepilib, mana shunaqangi holatga keldi. Buni menimcha juda ham gulga qiziqadigan qizlarga qiziq bo'ladi. Buni qaranglar, shunaqangi zo'r bo'lib qolgan, ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Anchagacha turadi, shunaqa yaltirab, xuddi vosk sepilganga o'xshab. Buni ustiga esa mana shunaqangi sredstvo sepganmiz. Skrinshot qilib oling. Undan yaxshisi подписка qilib oling.